Hamda nəhayət əfsus baysiz tilğagan xalqara sotqa arz qilish masalasini yana bir o'zini eng cho'ng ziyoli deb atalagan birisi chiqib, ya'ni bu sürgünlük hökumətinin qığını aqmaydı, yana birisinin qığını aqıdı deb tushundiryotdi xalqqa. Endi bu nima desak bo'ladi, endi bu bak ichinish qahval, ya'ni faqat maydonin bu o'zining tutganning maydoni sababli, ya'ni oyatki xalqaro sotniki nimasini oyat obdan tushundirdi bu sürgünlük hökumətdikilar. Bilib turib, yana aşınanga qarşı yana bir nimani ko'tarib chiqib, to'g'ri emas, to'g'ri deyotgan ziyolilarimiz bor. Endi bunda ahvolni ko'rsa odamning ko'ngli bak yerim bo'ldi haqiqatan. Bu sürgün hökumətninki agar oshqamasan bir gapni so'rayman. Bu Uyg'urlarninki qatliamini biz eng yuqumdan chiqib desak, shu xalqaro jinoiy sud mahkamasiga arz qila olamiz. Albatta Xitoy bu sud mahkamasiga a'zo emas. Shuning uchun bu sudniki Xitoyni chaqirish huquqi bor, ammo Xitoyning uni rad qilish huquqi bor. Shuning bilan buningda BDTning aralashishi bo'ladi. Endi agar buningdan boshqa yerga qilsin bo'ladi, ammo boshqa yerga qilsak buning to'g'ri bo'lmaydi. Ehtimol o'zaro bir-birini nima qilish mumkin? Rohingyalar shunday bo'lgan. Rohingyalarningki ashi sud va shuningdek Argentinadagi bir oliy sud ikkisi tangmangan. Hatta Argentinadagi sudningki odamlari bu sud xatisi bizningki Rohingyalarningki qatliamini ko'rib chiqishimiz, sizlarningki hozir qilayotgan o'xshash qonuniy jihatdan ko'rib chiqishinglarga daxl qilamdi degan vaqtda xalqaro jinoiy ish sudiningki ularga javob berib, ikkisi bir-birini to'liqlaydi degan. Agar shu ziyoni janobningki haqiqatan Uyg'ur ko'yindigan niyati bo'lgan bo'lsa, bu ikkisi bir-birini ilgari surdi deyishga. Yana shunda bo'lsa-mu, xalqaro sudning usturdi. Hatto simbollik bo'lsa usturdi turdi. Chunki bu dunyoda nurg'unlagan qatliamlarni xalqaroliq nuqtadan universal justice degan gap bor. Bularningki asosiy universal justice, ya'ni universal adolat. Mush qarashlar bilan jazolayolsin, bu eng cho'ng simbollik va xalqaroga ta'sir ko'rsatadigan bir narsa. Agar unga ta'sir ko'rsatmasa, nemishqa dunyo sürgün hökumətninki aşı Uyghur qatliamı asfotga berishi dunyodagi nurg'unlagan mediani sayr etadi. Bu janob nemish buni ko'rmaydi? Nemish qasdan ko'masini oladi bu? Nima uchun bunga zaharxandlik qiladi? Kim uchun ishlaydi? Shu. Bu savollarni bizmi o'zimizga qo'ydik, ammo nihoyat afsuski bulardan javob kelmaydi bu savollarga. Javob berolmaydi. Bir haqiqatan o'tirg'i chiqib, masalan, menga o'xshash haqni so'zlashga moyil birasi ekranga taklif qilsak, hargiz kelmaydi. Ya'ni o'zlarini maqtaydigan bir narsa ekran bosh yo'g'iga chiqibdi o'zidan degani deydi. Ya'ni bu bir ojizlik. Nima mayli psixik ojizlik bo'lsin, mayli maydondagi ojizlik bo'lsin, ya'ni reallikqa, haqiqatga yuz tutolmaydi. Bu bizdagi bir tragediya. Endi tragediyaning o'zi bu shunday odamlarni beshimizda ko'tarib turib bizning ziyolisimiz degan ahmoq men bizdimi bo'ladi bu. Bu shunday odamlarni u biz bu mandacho bu bizningki xalqaro sudda bu ishimizningki bir taraf bo'lishi intayin qiyin. Men biliklik, bu yerda biz bir hayajonga kirayotgan ish yo'q. Ammo lekin bu cho'qim bosmasak bo'lmaydigan bir ish. Nima uchun? Chunki qirilayotgan millat adolat talab qilmasa, ro'y jihatda uzil kesilmaydi bo'ladi. Bu psixik jihatda intayin muhim o'rinda turadi. Masalan, Yahudilar 2. Dünya urushida ikkilarni Nürnbergda sudlab, qanday hattoki necha odam German urush jinoyatchilarini izlash task force deymiz inglizcha. Shu vazifalantirilgan guruhlarni qurib, butun dunyodagi qochgan German natsistlarni orqasiga tushgan. Hattoki nechni yoshirin berib o'ldirgan, İsrail'e ekleyen yok etken. Nima uchun? Adalet. Qisas emas bu. Adalet. Adalet şu milletga psixik balans berdi. Biz bu ishni qilmagandan keyin xalqarodagi eng cho'ng sudga buni beramiz. Buni ko'rib chiqadi. Buning bir yakuni bo'ladi. Agar aşı janobninki, agar ashning salohiyati bizga bas keladigan bo'lsa, u o'tkisini besib, allıbırın qılınayotgan ham xalqimizga umid bag'ishlayotgan bu ishqa bu xatar zarxandlik bilan oldin to'smaydi uniki.
Sen ona ne dese anlap bak. Elbette Xitay aldırak bunun makul demeydi çünkü bunun esası emas. Ama şunda bosunu dünyanın medyasına bu qaytadan bir görüldü. Eğer o başka küçük bir devlet kılmadan olsa elbette onun mu buludu. Lekin küçük bir devletler halklarına çıksın ki o halklardaki bir nersege pisak kılmadan Xitay küçük bir devlet pisak aldırıp verip oturup veremdin ki. Tabii. Şu anda bu biz adli fuqarolar jinimizda bu ishning mohiyatini va ta'sirini to'g'ri tushunib yetgan yerda bu o'zini eng chong ziyoli atib olgan apandimniki xalqimizga bundoq bir xato uchur berishi, bir xato sado berishi men shaxsan tushunamadim. Bu bilib turib qilayotgan dushmanlikmi va yoki bu yani hozircha men bizlar kichikda jasorat bilan kichikda Uyg'urlarninki bir-birisiga bo'lgan suiqasdi meni hayron qoldirdi, tong qoldirdi. Barchacha. Hozirgi vaqtning o'zida Uyg'urlarninki bu shafqatsizlikdan bir ishkilashtirilgan zulmni Xitoydan o'zining ichida uyg'unib, Xitoy o'zini qanda esa o'zining odamlarini shu qadar ezishga, ularga shafqatsizlik qilishga, ularni qarlash bo'lgan jasorati meni haqiqatan tong qoldirdi. Ben psixologiya o'rgansam, bularning qalbidagi oshqor qora bir rayonni tushunmayman. Nereden gelsen bu kadar ne kutlayotgan biz bulamayotgan bir xil suiqasd nereden geldiğini düşünemeyman bularniki. Ya onu şu o'zi Amerikada yashayotgan bo'lgan ekan, Los Angeles yashayotgan bo'lgan ekan, ismi erkeksizda qolgan ekan, G'ulom Osmonov Tufakis bo'ldi. Erkek shparanasi bo'ldi bo'ldi. Nima shuni boshqa qilib qo'yishdan keyin xalqning oddiy pul yig'ayotgan vaqtda, xalqimiz bu ishga talpinayotgan vaqtda nurg'ulg'an odamlarni bu yerda uning ko'nglini g'ash qilib, lab qilib, kallasi qaymoqtir bunday gapni qilib ashunga yarashamdi. Ash o'zini ziyoli deb qarayotgan janobga yarashamdi shu. U ziyolilik emas, bu suiqasd bu. Nəhayət əfsus, mushundaq ahvalsiz doktor turib bunu tushunmagan yerda biz xalqimiz texim tushunmaymiz. Masalan, mushu Uyg'urdagi ashli zihniyatni da qat'iy qabul qila olmaymiz, ham tushunmaymiz. Ammo nəhayət əfsus, mushta bir zihniyat uzun tariximizdan tortib bizga hamroh bo'lib kelayotg'achqa, bizniki mush kunga qilishimizga bevosita sabab bo'lgan omillarning birisikin deb o'ylayman. Ammo bu janoblarniki ko'nglidagi so'zni olaylik deb ekran taklif qilsak, illa billah kelmaydi. Ve siz degandek bevosita munosabatli odamlar erkakdek bevosita dialog qurib bir to'g'ri javob berishga tirishmaydi, masalan, o'zidan qochirdi. Bundan ya'ni bir ojizlik borligi chiqib turdi o'zida. Ya'ni haqqoniyatga, haqiqatga yuz tutolmaydi. O'zini deyotgan gapiga shu qadar ishonsa, shu qadar to'g'ri deb qarasa o'zining fikrini. Her qanday qaldiga assalomu alaykum deb kelgan odamning savoliga javob bera olish kerak masalan. Shu chog'da xalqimiz haqni ayriya oladi. Ya'ni bu odamniki degan gaplarniki to'g'ri xatoligini ayriya oladi. Ammo afsus, u faqatla bay degandek o'zining ekrani va yoki o'zini yaxlaydiganlarning ekraniga chiqibla o'zining maydonini ko'z qarashini o'tirg'a qo'ydi. Buning bilan xalqimiz orasida shunday ikki ko'z qarashliklarning biriga kelib munozirlash orqali oq-qorning aniqlanishi bunga sharoit bo'lmay qolyapti. Bu vaqtda biz jiq tirishdik, ammo mumkin bo'lmadi bu ishga. Endi jiq taklif qildik, kelmaydi bizning ekranlarga. Shu bir necha ekran boshunga chiqadi ekan. Ammo bu ishniki chatoq yeri hamda bizning cho'ngishtirimizga bevosita zarba bo'layotganligi, ziyon keltirayotganligi ichimiz ichishidi, o'tiramay qolamizda endi. Bunga bir nima qilishimiz kerak bizim bilamidik masalan, ammo bir qilg'imiz keladi, ammo bir yo'lni topamidik qilsan. Hamda bizda hamda ko'p sonliq odamlar, ko'p sonliqlar, yana bir gap bor, inglizchada sukutdagi ko'p sonliqlar bo'lgan, o'zining haq-huquqlariga, o'zininki izzat, hurmati, qadr-qimmatini dafsanda qilayotganlarni boshini ko'targan millatninki haqiqatan qadr-qimmati bo'lmagan bo'ladi. Agar qadr-qimmati bo'lgan bo'lsa, o'zining qadr-qimmatini boshqa tarafdan suiiste'mol qilinishni to'sgan bo'ladi. Endi ikkinchisi Uyg'urlarninki ziyolilarga bo'lgan qarshida yurgida laxt qon bor. Nemishqa degan vaqtida ziyolilarga shunda cho'ng ishlarda qilayotgan bilan, ammo mushunda nima deymiz, mandakenda Uyg'urlarning ziyolilari.
Ma tarafdan qarsangiz, vatanga kuyunmamdi desiniz. Kuyunudur. Her günü vatanda chiqayotgan xabarlarni e'lon qilib, boshqalarga bildirib o'tadi. Bu jihatdan ko'rsa, vatanparvar emas deyolmaysiz. Sizdan vatanparvar etak, sizdan mendan vatanparvar eminishda. Uni e'tirof qilaman, uni bilinglikman. Ammo yana manda ixtiqorlikda, suiqasd qilishda, bir-birisining kallasini nima qilishda Xitoydimi battar. Qaysini qilasiz? Qaysini qabul qilasiz buningki? Qanday xil bir-birisiga qarama-qarshi bo'lgan. Bir odamningki bir qora yuziga qanday qaraya olasiz? Shundoq. Bu adam bu ikki yuzda qanday ko'tarib yuradi? Ben bundan aqlim ayronligimki. To'g'ri. Buni psixologiyada tushunma. Buni compartmentalization deydi. Ya'ni bir insonning kallasida ushaq rayonlar bo'ladi. Ma tarafiga millatga manda xizmat qilaman deganni qo'ydi, yaxshi xizmat qildim. Ma tarafiga atrofiga manda razgirlik qilaman deydi. Ikkisi qila oladi. O'qish vaqtida bir qadar qila oladi. Qaysi kuni Twitterga bir narsa chiqardimi? Bu söz uchrab qoldi, bir kitob o'qib olsam. Qanday qilib bu Getlerni analiz qilayotgan kitobga psixologiya jata. Getler qanday qilib ushaq bolaligini yaxshi ko'rgan qiyofada rasm tushgan bir rasmlarni ko'rsatdi. Andan onunki Yahudlarninki necha yuz ming bizga o'xshashda bolalarni o'ldirgan bir qotil ekan. Bir odam qanday qilib bir tarafdan bolalarni yaxshi ko'radi, yana bir tarafdan boshqalarning necha minglagan, yuz minglagan bolalarni o'limdan qo'yib chiqib yutadi deganlik bir endi cho'ng bir muammoda, bu qiyin bir savol. Ava biz degandek bizning ba'zi ziyolarimiz bor. Yoki ba'zi siyosatlarimiz o'xshash. Analiz qilib turib, shu kallada insonningki ashunda rayonga ayrilish bo'ladi. Ma tarafida o'zininki atrofidagilarning bola chaqalarga u bo'lgan mehr muhabbat bo'ladi. Ma tarafida odamning kendini şirkünlükte bir xil rezillik olur bunda. Her şey kısa kılalaydı. Bir kolu otursa, bir kolu son tutalaydı degan gap. Ben bunun başka psikologiyada bunu düşünemeyim hemen. Bir adamdan bu kadar bir-birisiga qarama-qarshi xil nimada xarakterde ve ikki xil yuzlanishda o'rtaga chiqib, ikki xil o'xshamagan harakat qilib, ikki xil o'xshamagan unumni qazishni tushunmayman. Bu ishimizdagilar. İnşallah bu işten ama bir cevap çıkıp kalar. Çünkü bizning vaziyetimiz bu kadar ciddi olmasa biz bundaq ötkür suallarını koymagan bo'lardik. Ama can tatışayotgan bir milletninki, qon ichida yotgan bir milletning a'zosi bo'lish suhbatimiz bilan mushu qalbimizda o'tmagan ötkür suallarni o'tirib qo'yishga majbur bo'lyapmiz. İnşallah agar haqiqiy o'zini ziyoli sanasa, haqiqiy vijdoni bo'lsa, haqiqiy millat so'yguchi birisi bo'lsa, Şu bugün biz programmada deyilgen sorulara özünün ekranında bir cevap verse diye ümidimiz.